Assalomu alaykum hurmatli hamqishloqlar, assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun bizda Pishog'or qishlog'imizning Xo'ja Siyroq ziyoratgohida mahalladoshlarimiz hashar uyushtirilgan. O'shani sizlarga ko'rsatib borish maqsadida keldik. Hozirgi vaqtda ko'ramiz hashar qanaqa tarzda davom etayotgan ekan. Elemente ödünü şehir zakat. Bugün bir hashar uyushtirdik. Qo'ni-qo'shnilar, butun Pishog'or mahallasi bir 30 ta xotin, bir 4 ta 5 ta erkak kishilarimiz mana shu yerga hashar uyushtirib, juda ham qizg'in daraxtlarimizni oqlab, mana oriq zavrlarni oqlab, juda ham bir qizg'in ish ketyapti. Bu ish jarayonida bizim ana nimalarimiz Pishog'or mahallasining faollariga rahmat. Ozgina bo'lsa ham chin dildan qandaydir ehson chiqardi. Mana qozonda oshlar damlangan, mana bu yoqda musullar olib chiqilyapti, daraxtlar oqlanyapti, juda ham qizg'in ish ketyapti. Juda ham yaxshi. Mana shu Pishog'or qishlog'imizning ayollariga rahmat aytamiz. Kattakon rahmat sizlarga, bolalaringizga. Yana shu ehson berganlarga ham rahmat. Ular bizga birni bersa, ularga mingni bersin. Alisher aka, hormang aka. Salomat bo'ling. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Qani? Assalomu alaykum. Ishlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Qiynalmayapsizmi? Yo'q, yo'q. Juda ham yaxshi. O'zingizni maysherlarga o'zingizni qissalaringiz bo'lsa, juda ham xursand bo'laman. Omadingiz kelsin. Charchamayapsizmi aka? Yo'q, yo'q. Sog' bo'ling aka. Xalq xizmatida charchamang. Charchamaydi, bu qayning shunaqa ishlatib o'rgandik. Ha, yashang. Rahmat Alisher aka, boringizga shukr. Xalq xizmatida hech qachon charchamang. Charchamayapsizlarmi? Hormaysizlar endi. Salomat bo'ling. Charchamayapsizlarmi? Ayyo, charchashlar. Mana xudo xolasa Xo'ja Siyroqqa bir o'zlaringiz qissalaringiz qo'shish maqsadida kelsizlar-da. Keldik. Hashar yo'li bilan. Rahmat. Mana shu ayollarga ham kattakon rahmat. Mana yerda xolamiz bor, Ulduzor xolamiz bor. O'sha kishiga ham katta rahmat Ulduzor opamizga. Tashkillashtirgan, bashqalarga juda ham yaxshi faoliyatlar, juda ham yaxshi ketyapti. Savobning tagida qoldi haqiqatan ham. Allohning yo'lida mana shu yerga xizmat qilganlar o'zini miskinlari onson bo'ladi. Hammaniki onson bo'laversin. Yaxshi. Rahmat aka sizlarga. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum. Hurmatli mana o'zimizning Pishog'or xalqimizning mana shu Navoiy fuqarolar yig'ini raisi bilan ozgina suhbat uyushtirish maqsadida keldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hormang. Rahmat. Bugun Xo'ja Siyroq ziyoratgohida ikkita mahalla o'rtasida hashar uyushtirganmiz. Hashar jarayonlariga aholimizni baholi qudrat aytdik. Bitta gapimizni ikki qilmasdan mana shu yerga o'zlari tashabbus bilan ko'ngillar kelib tashkil qilyapmiz. Mana ertalab tong saharda boshlangan hasharimiz yarimlab qoldi ishlarimiz. Xudo xolasa kechgacha tugatamiz. Yana hasharlarimizni uyushtiraveramiz. Biz Navoiy qishloq fuqarolar yig'ini hamda Pishog'or mahallasi fuqarolariga kattakon rahmat. Mana shunday faoliyat yo'qotmasligimiz kerak. Chunki mana shu yurtimizning tozaligi, ozodaligi o'zimizga kerak. Mana shu yerda yashaymiz, istiqomat qilamiz. Xudo xolasa mana bu hashar jarayonlarini lavhalarda ko'rsatib, mana ekranga chiqaraveramiz. Rahmat aka, boringizga shukr. Pishog'orimizda Xo'ja Siyroq ziyoratgohida hasharga keldik, obod qildik. Yana ham kelmoqchimiz. Mana daraxtlarni oqladik, ko'rdik. Endi mana adilga tutdi. Osh choylar damlab boramiz. Qishlog'imiz qancha obod bo'lyapti, shuncha yaxshi. Prezidentimizga rahmat, rais bo'lamizga rahmat, tashkillashtirayotgan hammalariga katta rahmat. Pishog'or qishlog'imizning do'yli obodkorchiligi, tozaligiga rioya qilgan holatda endi do'yli mazmunda. Rahmat. Boringizga shukr, xizmatlaringizga rozi bo'lingizlar. Rahmat e'tiborlaringizga. Tashkilotchilarim zo'r.
Juda atmosfera o'zgardi qarang. Atmosfera haqiqatdan oldingi keyin nisbatan juda ham chiroyli manzara bo'lib turadi. Eng qizig'i shuncha odam ko'ngil bilan tozaladi, daraxt uyalib qoldi, bari tushirmay qancha qilyapti. Taglarni chiroyli oqlab, yaxshi o'zini xalqonligini qarang. chiroyli oqlab. Mahalladan keyin qo'limizga kelguncha Xo'ja Serobdan oldin iqtisod, keyin siyosat dedi. ziyorat qilib, bemalol yaxshi niyatlaringiz amalga oshadi. Asharga hamma barobar boshqalarga ham tavsiya qilamiz. Bu joyimiz Zomin tumani Peshog'ar qishlog'i Xo'ja Serob ziyoratgohi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Xalqparvarimiz xalq uchun xizmatda.